Bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Mana shu benzapilamiz, ya'ni Tayvan firmasiga tegishli bo'ladi. Hali ham boshqa do'konlarda yoki boshqa joylarda bu benzapilamiz 850 ming yoki 650 ming, 550 ming so'mlarga sotilayotgan benzapilani Agroservis do'koni mana shu benzapilani mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz tarqatib yuborilmoqda. Tekinga olish sharti hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omadingiz qoldiring. Do'konimizga kelganingizda aytib o'tilgan narxlardan olmasiz, kalmagan qilmang, hattoki bonuslar chaqib olib ketasiz. Bonusini video davomida tushuntirib o'taydan, videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilamiz. Ko'pchilik akalarimiz kommentariyga yozishyapti. Uka, men kattakon bog'larim bor, shuning uchun menga karcher apparati hamda original 7 ot kuchli motoblok kerak deganmiz. Agroservis do'koniga original 7 ot kuchli motoblok hamda orqasida karcher sistemasi yetib keldi. Hozir bilan qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navolarni tashlab o'tib ketaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastda nomer qoldiryapman, orqaga chiqib olishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib motoblogimizni ma'lumotni berishdan boshlaymiz. Motoblogimiz original Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan Texa motoblogi bo'ladi. Xo'p, buni yoqilg'ilari benzin moklari 3 litrli. Buni original deyishimdan sabab motorlari 170F motor, korobkalari esa kattakon 450 ta korobkalardan qo'yib olib kelingan bo'ladi. Benzin soatga benzin rasxoti 700 grammdan 1 litrgacha rasxot qilib bera oladi. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarim tortga yuradi. Vozdixlar esa maslaviy filtr qilib ishlangan. Maslaviy filtr deyishimdan sabab siz chang ish qilayotgan bo'lsangiz yoki pul tortishingiz, chizil qilishingiz, kultivatsiya yoki frezada ish qilmoqchi bo'lsangiz, buni korobkasi shuning uchun kattakon qilib olib kelganmiz. Vozdixni gapiradigan bo'lsam, siz chang-pang ish qilayotganingizda hamma changlar mana shunga kelib o'tiradi va motoringizga o'tadi. Bekorga biz bunga aytamiz 50 gram moy quyib qo'yishingiz kerak deb. 50 gram moy quyishingiz sababi bunga kelayotgan chang-pang hammasida o'zida ushlab qoladi hamda bu chang-pang hammasini motoringizga o'tkazmaydi, motoringizni uzoq vaqt xizmat qilishga olib kelib bera oladi. Xo'p, ballonlari kattakon 410 ballonlardan o'zidan yaxshi karam ballonlardan qo'yib ishlagan bo'ladi. Rullarni gapiradigan bo'lsak, rullariga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham uzun qilib ishlagan variant bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bunda uzunligi sababi motoblogingizda orqasi arava bilan ketasiz. Shuning uchun uzunroq qilib qo'yganmiz. Bemalol mana shu holatda o'tirib keta olishingiz mumkin. Rullarni mana shu joyda o'zdan tepaga pastga qilib ishlatishingiz mumkin. Og'ilga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari mavjud bo'ladi. Xo'p, hamda xalosli xod, zatli xodlari, splenlari ham mavjud. O'chirib yoqish bitta knopka orqali bajariladi. Og'ilga ursangiz 1, o'ziga tortsangiz 2 skorlar bilan bo'ladi. Men hozir urayotganimda splenlarni ezib urishingiz kerak, lekin splenlarni ezadigan bo'lsangiz, korobkangiz ishlash chesterdan to'kib yuboradi. Xo'p. Endi buni motoblogimiz orqasida qishloq xo'jaligi vomboq, qishloq xo'jaligi orqasida qishloq xo'jaligi vomboq, qishloq xo'jaligiga suv nasos, karchabatlarni bemalol ustonovka qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi motoblogimizni tanishtirdik. Bu motoblogimiz o'zi komplektda chiqadigan narsasi 4 qatorda 8 qator bo'lgan komplektda frezasi bo'ladi. Har biri bo'londan qilib ishlangan bo'ladi. Kimgaki mana shunaqa original 7 ot kuchli Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan Texa motoblogimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerini qoldirdim, orqaga chiqib ko'rasizlar. Cheklanmagan miqdorda motobloglarimizdan bor, ko'rishinglar mumkin. Assortiment juda ham kattakon qilib ishlangan bo'ladi. Endi ukam motobloging hamma yo'g'ini tanishtiring. Aravasi, karcha sistemasi degan kalamiz uchun hozir buni ham birin-qator tanishtiraman. Aravamizda dishlari aylanma urinsa dishlar hisoblanadi. Aylanmagan sababi rulayotganingizda sizga 360 gradusga bemalol burilib bera oladi. Ko'rishinglar mumkin. Turgan joyimda mana shunday burib olaman. Sababi chunki dishlarsa aylanma dishlar qilib ishlangan. Motoblogingiz ag'anib ketgan taqdirda ham aravani orqasi suvlariga hamda karcha partlaringizga hech nima qilmaydi. Chunki dishlasi aylanma universal dishlar qilib ishlangan hisobiga yoki aravangiz ag'anib ketsa ham hech nima bo'lmaydi.
Arabamizda o'tirish, oyoq qo'yish joyingiz taxtadan qiladi. Chunki hozir endi kuz va qish mavsumi yetib keldi. Sovuqda temirda o'tirmaysiz, taxtada o'tiraverasiz. Arabamizni hamma yo'li konteyner risaldan qilib ishlangan bo'ladi. Buni eng qiziq tomoni, burchaklarini biz profilga o'xshatib bukib qo'yganmiz. Bukkan sababi siz mana shuni kartlarimiz olib qo'yganingizdan so'ng yuk tashish ham mumkin bo'ladi. Agar sal og'irroq ezilib ketaveradigan narsa bo'lsa, mana shu joyda o'zga chiqarib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, balonlari kattakon mashina balonlaridan qo'yib ishlangan hisoblanadi akalar. Arabamizda 350 litrli yo'mkilar ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bemalol 350 litrli narsalarni quyib yurish ham muhim bo'ladi. Karcherimizni yuqori turadi, benzin bloklari 3 litrli, bundan ham yurish joyi zavoddan orqali sizlarga aytdim, Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqargan motoblok hamda Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqargan karcher apparatimiz ko'rishingiz mumkin. Texa karcher apparatlarimizdan bo'ladi. Karcherlar kattakon 90 talik karcherlardan qo'yib ishlagan kompressorlar ham juda ham yaxshi, bemalol 3 kishi bilan sesda bo'lishi mavjud bo'ladi. Videoni boshida aytib o'tdim, tekinga mana shu tayga benzopilasini yoki boshqa turdagi benzopila, kulish nabo, shurpovoy nima berishini hammasini aytdim. Videoni oxiriga yetib kelyapmiz kerak. Va'da, mutlaq tekinga 1 so'm pulsiz mana shu benzopilani beraman. Gapimizga albatta isbotlab beramiz. Biz do'konga kelib, o'zga bitta yoqqan motoblok xarid olasiz. Narx-navolarni kelishilgan holatda plus minuslar bo'ladi. Undan so'ng barabarimizni aylantirasiz. Barabarimizni xo'p, o'ngami chapga aylantirishdan farqi yo'q. Kirib kelganda benzopilarimiz, divizoklarimiz, karcher apparatlar, suv nasos, svarishni apparat xullas 100 qo'ldan oshiq texnika joylarimizdan mavjud. Barabarimiz yetib keldi. Barabarda aytdim, o'ngami chapgami aylantirishdan farqi yo'q dedim. Tepasida qora nuqta bor, bitta pachinda bo'lsa turadigan bu narsa. Aylantirasiz, qaysi so'g'a tushsa, xuddi so'g'am beraveraman. Shurpo tushadimi, drer tushadimi, bargerga tushadimi, mana shu yerda turgan 100 qo'ldan oshiq so'g'amiz bittasi tushsa, sizga mutlaq tekinga berib yuboraman. Benzopila, xo'p, krushnabor, shurpovoylar, drer apparatlari, o'z yana har xil sovg'alarimiz hammasi shu ishda joylashtirilgan. Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Videomiz yoqqan bo'lsa, do'stlarga ham ulashib qo'yamiz hamda keyingi videolar o'tkazib uchun pastda obuna tugmasi turibdi. Obuna tugmasiga ezib qo'yamiz hamda keyingi videolarimiz albatta qiziqarli va sizga manfaatli video bo'lishi aniq. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.